Endi mana 3-variantni yechishni boshlaymiz. 3-variantning birinchi savoli. Hisoblang. Xo'p, berilgan ifodani hisoblashda berilgan sonlardan eng kichkinasiga belgilash kiritib olsak osonroq bo'ladi. Mana misol uchun 2019 va 2009 A deb belgilab olsak, 2012 degani 2009 qo'shilgan 3 degani. Demak, A ko'paytirilgan A plus 3 bo'ladi. 2010 degani A plus 1. 2011 degani demak A plus 2. Oddiy hisob kitob nima qilib soddalashtirishni bajaramiz. Ya'ni birinchi qavsni ochib chiqamiz. A kvadrat minus plusdan 3 ko'paytirilgan A minusdan A kvadrat plus 3A plus 2 A kvadrat plus 3 ko'paytirilgan A minus A kvadrat minusdan 3A minus 2 ko'rinishi keladi. Endi soddalashtiramiz, ya'ni A kvadratlar qisqarib ketadi, 3Alar ham qisqarib ketadi. Demak, javob 2 degan javob chiqadi. S javob to'g'ri. Demak, birinchi savolning javobi S javob bo'ldi. Endi ikkinchi savol. Ushbu ifodani hisoblang. Bu ifodani hisoblashda ham belgilash kiritib olsak menimcha yaxshi. Ya'ni 2016 ni belgilaymiz. Ya'ni 2016 ni A deb belgilasak, birinchisi A plus 1 ning kubi plus yoki boshqacha usul qilaylikmi? Mana misol uchun belgilash kiritmasdan 2017 ni qavsdan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, 2017 ning kvadrati plus 1. Yo'q. Shu belgilaganimiz yaxshi ekan. Demak, 2016 ni biz A deb belgilayapmiz. Birinchisi A plus 1 ning kubi plus keyingisi demak A plus 1 ning 2017 ning kvadratini chiqarganimizda ham. Demak, 2017 ning kvadratini chiqarib ko'raylikchi. 2017 ning kvadratini chiqarib olsak, 2017 plus 1 qolyapti. Minusdan 2016 ko'paytirilgan 2017. Hop, ko'paytirilgan 2018 minus 289. Tak, mana bu ikkalasi demak 2018 bo'lsa, qavsdan tashqariga 2017 bilan 2018 chiqar ekan. Demak, 2017 ko'paytirilgan 2018 chiqar ekan. 2017 ni bittasi qolyapti, narigi tomonda 2016 qolyapti. Ayrilgan 289. Demak, mana buni ayirsak 1 ga teng. Bizda 2017 ko'paytirilgan 2018 minus 289 qolar ekan. Endi buni hisoblash kerak. Hisoblasak 4.070.017 chiqar ekan. Xato chiqib qoldi shekilli, bizda javob yo'q. Berilgan ifodani to'g'ri hisobladik. Endi buni o'sha belgilash kiritib ishlasa ham bo'ladi. Demak, to'g'ri javob yo'q hozircha bizda. To'g'ri javob yo'q. Yana bir tekshirib ko'rasizlar buni. Boshqatdan ishlab. O'rtasida agar adashib ketmagan bo'lsak, 2017 ning kvadratini chiqardik. Plus 1 2017 ni bittasi
qoladi. 18 bilan 17dan bittadan chiqib ketdi. 17dan 16 qoladi. 289. Demak, ikkinchi savolda to'g'ri javob chiqmadi. Uchinchi misol, ushbu natural son qaysi raqam bilan tugaydi? Demak, 11 da 6-darajasi bu 1 bilan tugaydi. Uni 2 ga ko'paytirsak 2 bilan tugaydigan son bo'ladi. Keyin undan 5 ta ayirsak, 2 dan 5 ta ayirsak yetmaydi. Oldidagi sondan bitta olib beramiz. 12 dan 5 ta ayirsak 7 bilan tugaydigan son bo'lar ekan. Javob javob bo'lar ekan. Hop. 4-misol, ushbuni hisoblang. Oddiy hisob kitobli misol. Ya'ni -12 ga tegmaymiz. Plus 3 minus 15 ni hisoblasak, bu -12 bo'ladi. Bo'lingan mana -5. Hammasi bo'linma chapdan o'ngga qarab hisoblaymiz. -12 ni -12 ga bo'lamiz 1. 1 ni -5 ga bo'lamiz -0.2 degan javob chiqadi. Bu C javob bo'ladi. Mana shu ham bitta misol. 5-savol. Ushbu sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. X, Y butun sonlar ekan, bitta Y manfiy son ekan. Demak, manfiy son bo'lsa, X bilan Z soni musbat son. Demak, eng kichkinasi Y bo'lish kerak. Bitta Y demak manfiy son bo'ladigan bo'lsa, X bilan Z soni musbat son bo'ladi. Sababi o'rtada manfiy turibdi. Eng kichkinasi demak Y bo'lsa, javob bilan B javob o'z-o'zidan chiqib ketadi. X kattami, Z kattami tekshirib ko'ramiz. Buni tekshirish uchun 2 taqsim 3x bilan 4 taqsim 5 ko'paytirilgan z ni bir-biriga tenglab proporsiya qilaman. Proporsiya qilsak 10 ko'paytirilgan z teng 12 ko'paytirilgan x bo'ladi. Ya'ni z ni 10 ga ko'paytirsak, keyin x ni 12 ga ko'paytirsak teng bo'ladi. Demak, bu yerda z kattaroq son. Kattaroq sonni kichkinaroq songa ko'paytirib, keyin x ga tenglanadi. X ni kattaroq songa ko'paytirib tenglanadi. Demak, bu yerda z x dan katta. O'z-o'zidan C javob. 12-savolning javobi C javob ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 6-misol. Tenglikni qanoatlantirsa, A, B larni toping. Tenglik ayniyat. Tenglikni ayniyat qilib olishimiz kerak ekan. Umumiy mahraj ko'ramiz chap tomonga. Chap tomonga umumiy mahraj ko'rsak, mana bu ikkalasini ko'paytmasi x kub plus 1 bo'ladi. Demak, birinchisiga A ga demak x kvadrat minus x plus 1 ni ko'ramiz. Umumiy mahraj A kub plus 1 bo'ldi. Demak, A ga biz A ga x kvadrati minus x plus 1 ni ko'ramiz. Plusdan bx plus c ga x plus 1 ni ko'ramiz. X plus 1 da. Bundan 1 taqsim x ning kubi plus 1 bo'ladi. Mahrajlari bir xil bo'ldi. Yana tashlab yuboraman. Suratlarni ixchamlayman. ax kvadrat plus ax plus ax emas ekan, shu minus ax ekan. Minus ax plus a plus bx kvadrat plus bx plus cx plus c teng 1. Mana ayniyatni ham chiqarib oldik. Qarasak, ax kvadrat bx kvadrat narigi tomonda x kvadrat yo'q. Demak, ax kvadrat plus bx kvadrat bu 0 ga teng bo'lishi kerak. Mana bularni tashlab olsak, a teng minus b bo'lib qoladi. Minus ax plus bx narigi tomonda bunga o'xshagani yo'q. Demak, minus ax plus bx teng 0 qilsak va cx ham bor ekan bizda. Uni ham 0 ga tenglaymiz. Ya'ni x plus cx ni 0 ga tenglasak va x larni qavisdan tashqariga chiqarib tashlab olsak, minus a plus b plus c teng 0 bo'ladi. 0 plus a plus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c teng 0 bo'ladi. Demak, a teng minus b plus c
A'ni o'rniga minus B'ni qo'yamiz. 2B plus S teng 0 bo'ladi bundan. Bundan S'ni qiymati minus 2B ga teng chiqadi. A ham B ga bog'landi, S ham B ga bog'landi. Endi ozod sonlar. A plus S teng 1. A plus S teng 1 va A'ni o'rniga minus B'ni qo'yaman, S'ni o'rniga minus 2B'ni qo'yaman. Narigi tomonda 1 bor, bu degani minusdan 3B teng 1 va B'ni qiymati minus 1 taqsim 3 ga teng. B'ni qiymati topildi. B'ni o'rniga minus 1 taqsim 3 ni qo'yib, A'ni qiymatini, S'ni qiymatini topamiz birinchi mana. S'ni qiymati minus 2 taqsim 3. Hop, A'ni qiymatini ham topishimiz mumkin. A'ni qiymati 1 taqsim 3. Demak, A teng 1 taqsim 3, B teng minus 1 taqsim 3, S teng minus 2 taqsim 3. A teng 1 taqsim 3, B teng minus 1 taqsim 3, S teng 2 taqsim 3 plyusdan chiqar ekan. Demak, javob B javob bo'ladi. 6-savolda javobi B javob ekan. Endi 7-misol, oldin ham takrorlanyapti. O'tgan safar ham shunga o'xshagan misolni ko'rganmiz biz. Demak, A kub plus B kubda ajratib olishimiz kerak. 7-misolimizda, demak, A kub plus B kubni ikkitaga ajratamiz. Ikkita qavsga ajratsak, birinchi qavsda A plus B bo'ladi. Ikkinchi qavsda A kvadrat minusdan AB plyusdan B kvadrat bo'ladi. Endi misolga e'tibor bersak, A bilan B ning yig'indisi 2 ildizosida 2 chiqar ekan. Agar ayirib olsakchi, ayirib oladigan bo'lsak, minus 2 chiqadi. Ya'ni A minus B teng minus 2. Qaysi bir udobniy bo'lsa, o'shanga keltiraveramiz. A plus B ga keltiryapmiz. Endi A bilan A plus B ga keltiryapmiz. Birinchi qavsi A plus B ekan. Ichkaridagi A kvadrat plus B kvadratni ham A plus B ning kvadrati minus 2AB desak, 3 ta AB bo'lib qoladi ko'paytma. Mana endi A bilan B ni ko'paytmasi ham kerak ekan bizga. A bilan B ni bir-biriga ko'paytirsak, A minus B, A plus B ga tushib, bular ildizos 2 ning kvadrati 2 yu minus 1 ning kvadrati 1 bo'lib 1 chiqib qolar ekan ko'paytma. Ana endi o'rniga qo'yamiz. Ya'ni A plus B ning o'rniga 2 ildizosida 2 ni qo'yamiz. Ichkaridagi A plus B ning o'rniga ham 2 ildizos 2 ni qo'yib, kvadratga ko'tarsak 8 bo'ladi. A B ning o'rniga 1 da qo'ysak 3 bo'ladi. 8 dan 3 ta ayiraman. 5 chiqsa, 5 ni 2 ildizosli 2 ga ko'paytiraman. 10 ildizosli 2. Demak, javob D javob bo'ladi. Bak. 7-misolimiz D javob ekan. 8-misol ko'paytuvchilarga ajrating.